kuygan lampochkani qanday ta'mirlashni hozir men sizlarga o'rgataman. Qaranglar, kuygan lampochka bo'lsa, shunday qopqog'ini mana bunaqa qopqog'ini ochib ko'rganda, agar kuygan bo'lsa, mana bunaqa qop-qora bo'lib turadi bittasi. Uni olib tashlab, keyin mana bundoq payat qilsa, yana 2 oy 3 oy ishlatsa bo'ladi. Bir xilla kuygandan keyin musorga o'taveradi. Musorga o'tmasdan buni qaytadan yana ishlatsa bo'ladi. Eng kamida yana 2 marta ta'mirlab 1 yil davomida ishlatsa bo'ladi. Misol uchun bittasi mana bu 10 voltlik. Hozir mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 9 ta, mana bittasi kuygan. Buni olib tashlab mana joyini payat qilganmiz. Endi yana bittasi kuydida, chunki o'zi 10 voltga mo'ljallangandan keyin haligi 9 volt. Bu o'zi 10 voltlik mana. Mana 10 voltlik. Endi 9 volt bo'ldi. Agar 9 ga meni kuygandan keyin, yana bittasi mana kuygandan keyin unda qop-qora bo'lib turadi. Mana 8 ta qoldi. 8 tagacha mumkin-da endi. Bundan keyin tez kuyadi. Mana 7 ta qolganda ham bunda ham ishlatsa bo'ladi endi. Mana 8 ta. Mana hozir 1 ta, 2 ta, 8 ta. Ikkitasi kuygan. Mana 1, 2. Ikkitasini hozir ta'mirladik. Hozir qaytib sizlarga yoqib ko'rsataman. Mana ki. Ta'mirlangan lampochkani qaytadan yana qo'ysa yana ishlaydi. Kuygan lampochka. Mana bu yangi holati. Mana kuymagan yangi lampochka. Kuymagan bo'lsa mana. Bu ko'rsatganimda qora dog' yo'q. Mana shunday bo'lib turadi. Kuymagan lampochka. Bu 10 voltlik. Shu kuygandan keyin shu bittasini shuni olib tashlab, yana bunday payat qilsa, yana ishlatsa bo'ladi. Bir xilla kuydi bo'ldi deb musorga o'taveradi. Endi bu videoni sizlar uchun, ya'ni shu tushunmaydigan odamlarga, ya'ni yordamimiz tegsin degan maqsadda shu videoni sizlar uchun tayyorladim. Mana ki. Ta'mirlangani. Mana bunday bo'lib qop-qora bo'lib turadi, kuygan bo'lsa mana. Mana. Telefondan tekshirsa ham bo'ladi, telefonsiz mana shuni o'zi bilinadi. Qop-qora bo'lib turadi.